Bitta do'kon ochdim. Do'konimni ikkita qiluvdim, navbar orqaga ketib qoldim. Bormi shunaqa problem? Bittada normal foyda bo'lyapti, lekin ikkita uchta qilsam, men o'yladim bitta do'kondan $1000 topardim. Endi do'konni sonini ko'paytirsam 2000, 3000 yoki 10000 topaman deb niyatida ko'paytiramiz. Yoki bitta restoran bo'lsa ikkita, yoki bitta apteka bo'lsa ikkita qilamizki, shtobi nima ko'paytirsak foyda ko'p bo'ladi. Lekin aksi bo'ladi. Chunki eng katta muammo masshtablashtirish turida noto'g'ri masshtablashni tanlagan bo'lasizlar. Agarda siz masshtablashtirishda tanlovingiz noto'g'ri bo'lsa, o'sha bo'ldi, sizga minusga ishlaydi. Qaysidir kompaniyalar korporatsiya formatida masshtablash kerak bo'ladi. Qaysidir kompaniyalar filial formatida masshtablash kerak bo'ladi. Qaysidir kompaniyalar franshiza formatida masshtablash kerak bo'ladi. Qaysidir kompaniya CTO marketing orqali masshtablashtirish mumkin. Qaysilari distributsiya orqali. Siz masshtablashtirishda turini noto'g'ri tanlaganingiz o'zi sizga orqaga ketadi.